Bugun sizlarga o'ziga o'zi beton qorib beruvchi texnikani ko'rsatib o'tamiz. Tanishinglar, Megavan 2.6 kubalik o'ziga o'zi beton qorib beruvchi texnikamiz. Ha, siz to'g'ri eshitdingiz. Aynan Megavan dedim. Chunki bu texnikamiz Xitoy zavodidan maxsus biz uchun ishlab chiqarilgan. Hozir esa men sizlarga xususiyatlarini birin-ketin tushuntirib beraman. Qani ketdik. Texnikamizning dvigateli dizelda harakatlanadi. 4 silindrlik Yuchay 4102 dvigatel o'rnatilgan. Umumiy quvvati 78 kilovatni tashkil qiladi. Bizani oldindan kuzatib keladigan mijozlarimiz bizani kompaniyamizni yaxshi bilishadi. Har doim komplektatsiya tarafidan ancha yuqori va qimmat narsa olib kelib sotamiz. Bu texnikamizga ham aynan individualni yondashganmiz. Har bir detallariga alohida e'tibor qilganmiz. Mana bu sharnir qismlariga alohida e'tibor qilib, usilenniy variantda, gidravlik silindrlarida va mana bu barabarlarimiz, hattoki reduktorlarimizga alohida e'tibor qilib, eng sifatlisini, eng yaxshisini zakaz qilib olib kelganmiz. Aytib o'tganimdek, texnikamizning bochkasi 2.6 kuba. Bu texnikamiz 1 soat ichida 4 partiya beton ishlab chiqarib bera oladi. Jami 14 kuba betonni 1 soatda ishlab chiqarib beradi. Bu xizmat uchun esa texnikamiz bor yo'g'i 4 litr solyarkani rasxod qiladi. Texnikaga qancha va qanaqa suyuqliklar ketadi? Hozir tushuntirib o'taman. Ko'rayotganingizdek, bu qismimizda gidravlik bak, jami 75 litrlik yo'mkisi joylashgan. Bu qismimizda esa beton qorish uchun ishlatiladigan suv, bak hajmi 500 litr. Va texnikamiz u tarafida solyarka baki bor, u ham 75 litr. Texnikamizning kabinasi ham juda shinam qilib ishlangan. Qulayliklari ham juda ko'p. Kabinamiz kichkina bo'lishiga qaramasdan, bu yerda pechka, konditsioner, agar konditsioner ishlatmayman desangiz, ventilyatorlarigacha bor. Mana bu qismlarga e'tibor qiladigan bo'lsak, hammasi elektronli sensorli monitor qo'yilgan. Bu texnikamizga Megavan kompaniyasi 1 yil yoki 2000 motosoat kafolat beradi. Agar sizga bu texnika qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.